Yakkasaroy rayonini ko'pchilik biladi. Bilmaganlar uchun hozir yana men eslatib qo'yaman. Eng elitni rayonlardan biri bo'ladi. 53 kvadrat. Narxini oxirida aytib o'taman, hurmatli obunachilar. Juda ham zo'r novostroyka bu. Viaport deb nomlanadigan застройщикlarimiz. Xo'p, studiya formatida qilingan 2 xonali xonadonimiz bo'ladi. Qaranglar, bu xonadonimizda juda fayz bor-da, bu xonadonimizda fayz juda ham yuqori darajada qilingan. Juda ham yarki svetlarda shundoq mana eshikdan bundoq kirdingiz-ku, kayfiyatingiz bor, bomba bo'lib ketadi-da. Mana shuning uchun eshikdan kiraverishdan boshlaymiz. Eshikdan kirdik, hurmatli obunachilar. Kirishingiz bilan bizni o'ng tarafimizda studiya formatida qilingan zal qismimiz keladi. Mягкий zonalarimiz va bu mebellarimiz bor, turetskiy mebeldan qilingan. Mana bunaqa chiroyli fonarlarimiz ham bor. Neobichniy narsalar o'rnatilgan bu xonadonimizda va oshxona qismimizni bu tarafidan bemalol mana stol stullarni qo'yishgan. Bunda 6 talik stol stul qo'yilgan. Juda ham misol mehmoningizni bemalol bu yoqda ham, nari yoqqa ham o'tirgizib bemalol kutib olsangiz bo'ladi. Har doimgidek juda ham chiroyli mebellar va posudalar ishlatilgan va oshxona qismimizni qarang. Oshxonamizda barcha kuxinniy naborlarimiz va texnikalarimiz bir-biriga ranglari uyg'unlashtirilgan. Hoffman texnikalar, mikrovolnovka, gaz plitalarimiz va stiralkalarimiz, xolodilniklari joylashtirilgan. Endi sizlar bilan bitta spalnimizni ko'raylik. Kelinglar, spalnimizni qarang. Bu spalniga shundoq kirasiz, yashasak, yashaylik deb orasida bu joyda juda ham zo'r qilingan va o'zining shkaflari bor va juda ham chiroyli kartinkalar. Mana biralarimizni qarang, xuddi laganchani shundoq yopishtirib qo'yganga o'xshaydi-da. Lekin zo'r narsalar qo'yishibdi, menga yoqdi va bu yoqda mana kechqurunlari dam olib, televizorlar ko'rib o'tirish uchun yaxshi televizorlarimiz ham o'rnatilgan. Va bu yoqda esa sanuzel qismi joylashgan. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Xo'p, do'stlar, aytib o'tganimizdek, Yakkasaroydan 2 xonali 53 kvadrat narxini qancha deb o'ylaysizlar? O'ylashinglardan oldin men aytib qo'yaman. Narxi 115 ming. Sizlar uchun ozgincha kelishtirib beramiz. Demak, sizlarni kutib qolamiz. Sizlar bilan Muhibullo Madrahim bo'ldi. Yana ko'rishguncha deb qolamiz.